5 oylik bolachamiz, veslari juda ham yaxshi. Endi chanoqson bo'g'imiga keladigan bo'lsak, chanoqson bo'g'imida ozginagina yetishmovchiligi bor. Unaqa darajada tug'ma nuqsoni yo'q. Ozgina yetishmovchilik, bu displaziya deyiladi. O'sha displaziya, ya'ni o'sha ona qornida bo'lgan vaqtida, demak, o'zingiz qayd qilib yurgansizmi, toksikoz og'rib o'tganmi, vitaminlar bir qandaydir ichib ko'ngli inson bo'lsa ham o'sha ko'ngli yomon bo'lib aynib nima bo'lib qolganidan ichmay qolgan bo'lishingiz mumkin. O'sha jarayon sodir bo'lganligi uchun yo oxirida tug'ilish jarayonida qoningiz kam bo'lib qolgan, 70-80 bo'lib qolganmi, shu tushib ketganda shunaqa chanoqson bo'g'imida bolachalarimizda yetishmovchilik kelib chiqadi. Bu katta muammo degani emas. Buni golovkalarimizni yadrosi yo'q, yadro kassinisi yo'q. Endi shuni asta-sekinlik bilan to'g'rilash uchun bunga kalsiy, qon, vitaminli balanslarni to'g'rilasak o'tib ketadi. Bitta ikkita mashqchalarni ko'rsataman. O'zi bitta turing o'rningizda, mana bunday qilib o'zingizga quchog'ingizga oling, mana bunday qilib ushlaysiz, qorningizga qo'ying, bolachani sal pastroqqa oyoqchasini ochamiz bunday. Yaxshilab belchasidan tuting. Ana shunday. Iloji bo'lgancha mana shunday sekin qiling. Polni qutchasini ajratgan holatdan. Polnistyu oxirigacha, mana shunday ko'tarsin, kim ko'tarsa ham, bu yerda ham qizlar, uyda ham, ishda ham, qayerda bo'lsa ham mana shu mashqchalarni bajarish kerak. Yotqizib olamiz. Yana ko'rsatamiz mashqlarni. Mana bolachamizni birinchi boshlab mana chanoqson bo'g'imini bunday qilib boramiz mana. Biroz deva qilib mana shunday nima qilamiz? Bir 5 ta, 10 ta mana shunday qilamiz. Ikkinchisi mana bitta qo'limiz qo'yib mana bunaqa mashqni, aylantirma mashqni qilamiz mana. Aylantirma mashq qilganda mana oyoqchasi bu yerga ограничение уже yig'layapti, qarang. Og'riyapti. Mana bunisi ham ограничение, mana yerga 30 sm tegmaydi mana. Tegmaydi. Shuni asta-sekinlik bilan qanday qilamiz endi? Tegizish kerak. Sekin-sekin mana ochib yopamiz, yig'lasa, shu yuqorida ochib yopamiz mana shunday qilib. Keyin mana bunaqa qilib ochib yopamizki, asta bitta, ikkita, uchta qilib oxirigacha boramiz. Shunday qilib yana yig'ladimi? Yana jim qilish uchun mana bunday qilib, yana shunday qilib olamiz. Mana oxirigacha 5 ta 10 ta mashqchalarni bajardingmi bu yerda pastelda, keyin mana shunday qilib ko'taramiz. Bu charchatamiz, ko'taramiz, dam beramiz, charchatamiz, dam beramiz. Shunday qilib bir kun mobaynida 5 marta, 10 marta qilsak, ancha yaxshi natija bo'lib, ya'ni oyoqchalar polностью bunaqa shpagat holatiga kelish kerak-da. Polni shpagatga kelsak, juda zo'r ajoyib natija bo'ladi. Golovkachalarini to'g'rilash uchun детский kalsiy beramiz. Sink, детский kalsiy men yozib beraman. Normalniy bo'ladi.